Assalomu alaykum. Buxoro telekanali o'z dasturlarini Diyor yangiliklari informatsion dasturi bilan davom ettiradi. Studiyada men Shahzod Turdiyev. Davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar dasturi doirasida G'ijduvon tumanida ham muhim yangilanishlar jarayoni davom etmoqda. Yaqinda tumandagi 11-sonli oilaviy poliklinika joriy ta'mirdan chiqarilib foydalanishga topshirilishi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Farovon hayot sari intilayotgan yurtimizda sohalar kesimida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlarning natijasi eng avvalo oddiy xalq turmushida yaqqol sezilmoqda. Tuman hokimligi va tuman sog'liqni saqlash bo'limi hamkorligida sohadagi mavjud muammolarni bartaraf etish, aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishni ta'minlash va yangi imkoniyatlarni yo'lga qo'yish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan 11-sonli oilaviy poliklinika joriy ta'mirdan chiqarilib, isitish hamda yorug'lik tizimlari yangilandi. Aholi uchun qulay sharoit yaratish maqsadida zamonaviy kutish zallari barpo etildi. Bu kabi yangilanishlar fuqarolarning kundalik hayotida sezilarli yengillik tug'dirdi. Muhtaram Prezidentimizning 88-sonli farmonlariga asosan tibbiyotda 90 kunlik belgilandi. Shu 90 kunlik jarayonida ancha o'zgarishlar bo'ldi. 14.899 ta aholiga xizmat qiladi. Tibbiyot muassasasida harakatlanish uchun qulay sharoitlar yaratish, aholiga markazga borishini oldini olish maqsadida UZI EKG apparatlarini ta'minlandi, rengen apparati keltirilgan, 30 xil kasallikka mo'ljallangan dori-darmonlar bepul beriladi. Farovonlikning yana bir muhim ko'rinishi aholining tibbiy xizmatlardan bemalol va sifatli foydalanishidir. Shu maqsadda yosh onalar uchun ona va bola xonalari tashkil etildi. Nogironligi bo'lgan fuqarolarning erkin harakatlanishi uchun panduslar qurildi. Kunduzgi shifoxonalar bo'limida chaqiruv tugmalari o'rnatilib, bemorlarning murojaatlari tezkor qabul qilinishi ta'minlandi. Tibbiy xizmat sifati va qamrovi kengaytirildi. Shuningdek, ortiqcha ovoragarchiliklarning oldini olish maqsadida Dimet elektron tizimi joriy etildi. Endilikda bemorlar elektron tarzda ro'yxatdan o'tib, navbat kutmasdan xizmat olish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Mahallamizda keyingi yillarda mana bu qurilgan oilaviy poliklinika binosi xalqimizni juda xushnud qildi. Sababi oldin bir tashlandiq binoda edik, ochilib ketib o'tirardik. Hozir uyda biz ham yozdiramiz, darhol kelib raqamli texnologiya asosida bir pasda pasport ko'rsatib biz o'zimizni vrachlarga murojaat qilamiz. Patronaj hamshiralarimiz doimo bizdan hushyor borib uyimizga borib bizni aholimizni so'rab to'xtaydi. Tumanda bugun shu kabi islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Albatta, bu kabi loyihalar aholi farovonligini ta'minlash bilan birga xalq manfaatlariga ham xizmat qiladi.